bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalarga 420 ming so'mdan 520 ming so'mgacha qo'shimcha qo'shilishi haqida gap ketganda, bu pul kimlarga beriladi? Kimlar kutmasligi kerak? Kimlar esa albatta hujjatlarni tekshirtirishi zarur. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz, qarindoshlarimiz orasida pensiya oladigan, parvarishga muhtoj yoki yosh bo'yicha qo'shimcha to'lovga haqli insonlar bor. Eng muhim joyi shuki, ko'pchilik buni hamma qariyalarning pensiyasiga avtomatik 520 ming so'm qo'shilar ekan deb tushunib qolmoqda. Aslida esa unday emas. Kimdir haqiqatan ham qo'shimcha oladi. Kimdir faqat umumiy pensiya oshishidan foyda ko'radi. Kimdir esa umuman bu toifaga kirmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men sizga oddiy tilda, real hayotdagi misollar bilan qaysi holatda nima qilish kerakligini tushuntiraman. Avvalo, 420 mingdan 520 ming so'mgacha qo'shiladi degan gap nimani anglatishini ajratib olishimiz kerak. Pensiya tizimida bir nechta turdagi to'lovlar bor. Birinchisi asosiy pensiya. Bu insonning ish staji, oylik maoshi, sug'urta badallari, nogironlik holati yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi mezonlar asosida hisoblanadi. Ikkinchisi ustamalar va qo'shimcha to'lovlar. Mana shu qo'shimcha to'lovlar ayrim toifadagi keksalarga beriladi. Uchinchisi esa ijtimoiy nafaqalar, parvarish puli, kompensatsiya yoki alohida yordam turlari bo'lishi mumkin. Oldin ayrim toifadagi qariyalarga qo'shimcha to'lov miqdori 420 ming so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, endi bu miqdor 520 ming so'm atrofida bo'lishi haqida gap ketmoqda. Ya'ni bu alohida ustama miqdorining oshishi. Bu yerda asosiy savol, pensiyasi bor har bir odamga 520 ming so'm qo'shiladimi? Javob yo'q. Bu barcha pensionerlarga bir xil qo'shiladigan umumiy pul emas. Bu aniq toifalarga, aniq shartlar asosida beriladigan qo'shimcha. Masalan, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan 65 yoshli fuqaro bor. U mehnat stajiga ega. Pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Agar u alohida imtiyozli toifaga kirmasa, faqat pensiyasi qayta indeksatsiya qilinganda yoki umumiy oshirilganda pensiyasi oshadi. Lekin aynan narxi 20 mingdan 520 ming so'mgacha bo'lgan qo'shimcha unga avtomatik qo'shilmaydi. Boshqa misol, 1-2 yoshli buvi bor. U o'zgalar parvarishiga muhtoj, sog'lig'i yomon. Mahalla va tibbiyot xulosasi bo'yicha qo'shimcha yordamga haqli. Mana shunday holatda u qo'shimcha to'lov oladigan toifaga kirishi mumkin. Agar ilgari bu turdagi qo'shimcha 420 ming so'm bo'lgan bo'lsa, yangi tartibda 520 ming so'mga yaqinlashadi. Farq 1000 ming so'm. Bir qarashda bu katta pul emasdek tuyulishi mumkin, lekin qariyalar uchun dorixonaga bir marta borish, bosim dori, qandli diabet dori, ko'z tomchisi yoki oziq-ovqat xarajatlarida bu sezilarli yordam. Asosiy qism 1. Kimlar bilishi kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar kutmasligi kerak birinchi navbatda bu masala pensiya yoshidagi barcha fuqarolar uchun qiziq. Lekin hamma uchun bir xil ta'sir qilmaydi. Men toifalarni alohida tushuntiraman. Birinchi toifa, yoshi katta, parvarishga muhtoj qariyalar. Agar keksaning yoshi ancha katta bo'lsa, kundalik hayotda mustaqil harakatlana olmasa, doimiy yordamga muhtoj bo'lsa, ovqat tayyorlash, dori ichish, shifokorga borish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, uyda yurish kabi ishlarni o'zi bajara olmasa, bunday holatda u qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki pensiyaga ustama olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu faqat men qaraman degan gap bilan berilmaydi. Odatda bunday holatda tibbiy xulosa, mahalla ma'lumotnomasi, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy xizmat organlarining tekshiruvi talab qilinadi. Masalan, 79 yoshli otaxon bor. Uning pensiyasi 1 million 100 ming so'm. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda oyga bir marta keladi. Otaxon qon bosimi, yurak kasalligi, oyoq og'rig'i sababli ko'p harakatlana olmaydi. Agar u o'zgalar parvarishiga muhtoj deb tan olinsa, unga qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin. Bu yerda muhim narsa, yoshining o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Parvarishga muhtojlik holati ham isbotlanishi kerak. Ikkinchi toifa yolg'iz qariyalar. Yolg'iz deganda ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Yolg'iz yashash bilan qonuniy ma'noda yolg'iz deb tan olinishi bir xil emas. Masalan, bu uyda yolg'iz yashaydi, lekin uning voyaga yetgan farzandlari bor, ular rasman yordam berishi mumkin. Boshqa holatda esa keksaning farzandi yo'q, turmush o'rtog'i vafot etgan, yaqin qarindoshlar ham yo'q yoki yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega emas. Mana shunday hollarda ijtimoiy himoya organlari uni alohida toifa kiritishi mumkin. Real hayotdan oddiy misol olaylik. 26 yoshli ayol pensioner
eri vafot etgan, 2 farzandi bor. Bir farzandi Rossiyada, biri Toshkentda yashaydi. Bu Qashqadaryoda yolg'iz turadi. Agar farzandlari rasman bor bo'lsa, ijtimoiy xizmatlar bu inson butunlay yolg'iz deb tan olmasligi mumkin. Lekin farzandlar yordam bermayotgani, aloqa yo'qligi, uning sog'lig'i yomonligi mahalla tomonidan tasdiqlangan ehtiyoj mavjudligi alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun har bir vaziyat alohida tekshiriladi. 3-toifa nogironligi bo'lgan qariyalar. Agar pensionerda nogironlik guruhi bo'lsa, ayniqsa 1-guruh yoki doimiy parvarish talab etadigan holat bo'lsa, qo'shimcha to'lovlar masalasi dolzarb bo'ladi. Bunda ham pensiya miqdori, nogironlik hujjati, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, parvarish zarurati va boshqa hujjatlar asos bo'ladi. Masalan, 6 yoshli erkak kishi bor, 2-guruh nogiron. U yoshga doir pensiya oladi. Faqat nogironligi borligi uchun har doim ham aynan 720 ming so'mlik qo'shimcha avtomatik beriladi deb bo'lmaydi. Agar uning nogironlik toifasi, parvarishga muhtojligi yoki belgilangan qonuniy imtiyozi mos kelsa, qo'shimcha hisoblanadi. Agar mos kelmasa, u faqat o'z pensiya turi bo'yicha oshirilgan summani oladi. 4-toifa eng kam pensiya yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Ba'zi qariyalar to'liq ish stajiga ega bo'lmagani uchun yoshga doir to'liq pensiya emas, ijtimoiy nafaqa yoki kam miqdordagi pensiya oladi. Bunday insonlar uchun davlat tomonidan qo'shimcha kafolatlar bo'lishi mumkin. Lekin bu ham alohida mexanizm. Ya'ni eng kam pensiya oshishi boshqa masala, parvarishga muhtoj qariyalarga qo'shimcha to'lov oshishi boshqa masala. Ko'p odam aynan shu ikki narsani aralashtirib yuboradi. Birinchi misol, 2 yoshli pensioner, 3 yil ish staji bor, pensiyasi 20 ming so'm. U sog'lom farzandlari bilan yashaydi. Parvarishga muhtoj emas, nogironlik guruhi yo'q. Bunday odam umumiy pensiya oshirilsa, o'sha oshishdan foyda ko'radi. Lekin darrada 20 mingdan 520 ming so'mgacha bo'lgan alohida qo'shimchani kutmasligi kerak. Ikkinchi misol, 4 yoshli bu, pensiyasi 920 ming so'm, yolg'iz yashaydi, harakatlanishi qiyin. Tibbiy xulosa bor. Agar u belgilangan tartibda parvarishga muhtoj yoki qo'shimcha to'lovga haqli deb topilgan bo'lsa, unga ilgari 20 ming so'm atrofida qo'shimcha to'langan bo'lishi mumkin. Yangi oshirishdan keyin bu qo'shimcha 720 ming so'm atrofida bo'ladi. Natijada umumiy oylik tushumi 970 ming plus 720 ming, ya'ni 1 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Albatta, aniq summa rasmiy hisob-kitobga bog'liq. 3-misol, 72 yoshli otaxon 1-guruh nogiron qizi bilan yashaydi. U parvarishga muhtoj, lekin qizi unga qaraydi. Bu holatda qo'shimcha to'lov pensionerning o'ziga beriladimi yoki parvarish qilayotgan shaxsga alohida to'lov belgilanadimi? Bu hujjatlarga va amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun qizim qaraydi, demak menga bermaydi yoki men nogironman, demak albatta beradi deb oldindan xulosa qilish noto'g'ri. Har doim mahalla tibbiy xulosasi va pensiya jamg'armasi orqali aniqlashtirish kerak. 4-misol, 6 yoshli ayol ijtimoiy nafaqa oladi, chunki ish staji yetarli emas. U farzandlari bilan yashaydi, parvarishga muhtoj emas. Bunday holatda uning nafaqasi davlat tomonidan belgilangan minimal miqdorlar oshishi mumkin. Lekin aynan qo'shimcha ustama unga tegishli bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lov avtomatik tushmasligi mumkin. Ba'zi to'lovlar ma'lumotlar bazasi orqali avtomatik qayta hisoblanadi. Masalan, umumiy pensiya oshirilganda pensioner ko'pincha ariza yozmaydi, pensiya o'zi oshadi. Lekin parvarishga muhtojlik, yolg'iz keksalik, nogironlik, alohida imtiyozli toifa kabi holatlarda hujjat talab qilinishi mumkin. Agar hujjatlar tizimda yo'q bo'lsa, qo'shimcha to'lov ham ko'rinmaydi. Ikkinchi nozik jihat, mening qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan yondashuv har doim ishlamaydi. Qo'shningizning yoshi sizniki bilan bir xil bo'lishi mumkin, lekin uning tibbiy holati, nogironlik guruhi, oilaviy sharoiti, yolg'izlik maqomi, pensiya turi boshqacha bo'lishi mumkin. Pensiya tizimida bir qarashda bir xil ko'ringan ikki odamning hisob-kitobi butunlay boshqa chiqadi. 3-nozik jihat, propiska va yashash joyi muhim bo'lishi mumkin. Ba'zan qariya bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Masalan, bu Farg'onada ro'yxatda, lekin Toshkentda o'g'lining uyida yashaydi. Hujjat topshirishda uning doimiy yashash manzili, mahalla xulosasi, tibbiy xizmat oladigan poliklinikasi, ijtimoiy xodim tekshiruvi qaysi hududda yuritilishi aniqlashtiriladi. Shuning uchun bunday vaziyatlarda hujjatlar kechikishi mumkin.
To'rtinchi nozik jihat bank kartasi, pochta yoki naqd olish masalasi. Qo'shimcha to'lov belgilansa ham pul qayerga tushishi, qaysi sanada berilishi pensiya bilan birga keladimi yoki alohida keladimi? Har doim ham odamga tushunarli bo'lmaydi. Ba'zan pensioner menga qo'shilmadi deydi, lekin aslida pul keyingi oyda farqi bilan tushadi. Ba'zan esa haqiqatan ham tizimda xatolik bo'ladi. Shuning uchun to'lov varaqasini, bank SMS xabarlarini, pensiya kartasi aylanmasini tekshirib turish kerak. 5-chi nozik jihat, hujjatlardagi bitta xato ham to'lovni to'xtatishi yoki kechiktirishi mumkin. Pasportdagi ism sharif, tug'ilgan sana, JSHIR, nogironlik hujjatidagi muddat, tibbiy xulosa sanasi, mahalla ma'lumotnomasi, pensiya ishi yuritilayotgan hudud bir-biriga mos bo'lishi kerak. Masalan, nogironlik muddati tugagan, lekin pensioner qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, qo'shimcha to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Yoki parvarishga muhtojlik haqida eski ma'lumotnoma bor, lekin yangi tartibda yangilanishi kerak bo'lsa, qo'shimcha hisoblanmay turishi mumkin. 6-chi nozik jihat. Qo'shimcha pul barcha davr uchun orqaga qaytarib beriladimi degan savol. Bu juda ko'p beriladigan savol. Agar fuqaro ilgari ham haqli bo'lgan, lekin organlar xatosi bilan to'lanmagan bo'lsa, qayta hisob kitob masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin agar odam hujjatni kech topshirgan bo'lsa, to'lov ko'pincha murojaat qilingan sanadan yoki huquq paydo bo'lgan rasmiy sanadan boshlab hisoblanadi. Bu masalani javob uchun pensiya jamg'armasidan yozma javob olish kerak. Og'zaki gapga ishonib qolmaslik kerak. 7-chi nozik jihat, parvarish qiluvchi shaxs bilan qariyaning o'zi oladigan to'lovni adashtirmaslik kerak. Ba'zi holatlarda yordam qariyaning pensiyasiga ustama sifatida qo'shiladi. Ba'zi holatlarda esa parvarish qilayotgan shaxsga alohida nafaqa yoki kompensatsiya belgilanadi. Masalan, og'ir nogironligi bo'lgan insonni doimiy parvarish qilayotgan qarindosh ma'lum to'lovga haqli bo'lishi mumkin. Lekin bu pul pensionerning o'z pensiyasiga qo'shilgan ustama bilan bir xil emas. Shu sababli murojaat qilganda aniq so'rash kerak. Bu to'lov pensionerning pensiyasiga qo'shiladimi yoki parvarish qiluvchiga beriladimi? 8-chi nozik jihat, oilada bir nechta pensioner bo'lsa, har biri alohida ko'rib chiqiladi. Masalan, xotin ikkalasi ham pensioner. 21 yoshda parvarishga muhtoj, ayol 74 yoshda nisbatan sog'lom. Qo'shimcha to'lov erga tegishli bo'lishi mumkin, ayolga emas. Yoki aksincha, ayolda nogironlik bo'lsa, unga qo'shimcha belgilanadi. Bitta xonadonda yashaydi degani hammasiga bir xil to'lov beriladi degani emas. Birinchi qadam, pensiyaning to'yfasini aniqlang. U oddiy yoshga doir pensionermi, nogironlik pensiyasi oladimi, ijtimoiy nafaqadami, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladimi yoki alohida parvarishga muhtoj deb tan olinganmi? Buni bilmasdan turib qo'shimcha pul haqida to'g'ri xulosa chiqarib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, oxirgi pensiya miqdorini tekshiring. Bank kartasiga tushgan pulni ko'ring. Pochta orqali olsa kvitansiyani saqlang. SMS xabarlarini tekshiring. Oldingi oyda qancha tushgan, yangi oyda qancha tushgan, farq qancha? Agar umumiy oshirish bo'lgan bo'lsa, pensiya oshgan bo'lishi mumkin. Agar alohida qo'shimcha berilgan bo'lsa, pensiya tarkibida alohida ustama ko'rinishi mumkin. Buni aniqlash uchun pensiya jamg'armasidan pensiya hisob kitobi bo'yicha ma'lumot so'rash mumkin. 3-chi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, JSHIR, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi. Parvarishga muhtojlik bo'lsa tibbiy xulosa, mahalla ma'lumotnomasi, yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar, bank kartasi rekvizitlari, ishonchnoma bo'lsa ishonchnoma. Hamma holatda ham barchasi talab qilinmaydi. Lekin oldindan tayyorlab qo'yilsa vaqt tejaladi. 4-chi qadam, mahallaga boring. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim orqali qariyaning haqiqiy holatini rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa inson yolg'iz yashasa, uy sharoiti og'ir bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsa, mahalla xulosasi juda muhim. Mahallaga borganda umumiy gap bilan emas, aniq murojaat qiling. Falonchi pensioner parvarishga muhtoj. Qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy yordam olishga haqliligini aniqlash uchun xulosa kerak. 5-chi qadam, oilaviy poliklinika yoki shifokorga murojaat qiling. Agar gap sog'liq, harakatlanish qobiliyati, doimiy parvarish zarurati haqida ketayotgan bo'lsa, tibbiy xulosa kerak bo'ladi. Shifokorga borganda ham pul olish uchun spravka bering demasdan, real holatni tushuntiring. Qariya mustaqil yura olmaydi, dori qabul qiladi. Ko'rish yoki eshitish muammosi bor, yiqilib qolish xavfi bor, ovqat tayyorlay olmaydi.
doimiy nazorat kerak. Tibbiy hujjatda aynan shu holatlar ko'rsatilishi muhim. 6-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Eng aniq javob shu yerda bo'ladi. Murojaatni og'zaki qilish mumkin, lekin men yozma murojaat qilishni tavsiya qilaman. Chunki yozma murojaatga yozma javob beriladi. Murojaatda shunday yozish mumkin. Falonchi fuqaro yoshga doir pensiya oladi. Uning yoshi, sog'lig'i va ijtimoiy holatidan kelib chiqib, pensiyaga qo'shimcha to'lov yoki ustama belgilanishi mumkinligini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar huquqi mavjud bo'lsa, qayta hisob-kitob qilib to'lovni belgilashingizni so'rayman. Agar o'zingiz qariya nomidan murojaat qilsangiz, ishonchnoma yoki vakillik hujjat talab qilinishi mumkin. 7-qadam. Javobni kuting va tekshiring. Agar sizga tegishli emas degan javob berilsa, sababini so'rang. Qaysi qonun, qaysi band, qaysi shart bajarilmagan? Masalan, parvarishga muhtojlik tasdiqlanmagan, nogironlik guruhi mos kelmaydi. Yolg'iz qariya maqomi mavjud emas. Hujjat muddati tugagan kabi sabablar bo'lishi mumkin. Sababni bilsangiz, uni tuzatish mumkin. Sababni bilmasangiz, odam yillar davomida haqini ololmay yurishi mumkin. 8-qadam. Agar xatolik bo'lsa, qayta murojaat qiling. Ba'zan tizimda ma'lumot yangilanmaydi, tibbiy xulosa kiritilmaydi, bank rekviziti noto'g'ri bo'ladi, tug'ilgan sana yoki yerda xato chiqadi. Bunday holatda bo'ldi, menga berilmas ekan deb taslim bo'lmang. Hujjatlarni to'g'rilang. Qayta ariza bering. Zarur bo'lsa yuqori tashkilotga yoki xalq qabulxonasiga murojaat qiling. 9-qadam. To'lov kelgandan keyin ham nazorat qiling. Qo'shimcha bir oy tushib, keyingi oy tushmasa, darhol sababini aniqlang. Nogironlik muddati tugadimi? Ma'lumotnoma yangilanishi kerakmi? Karta bloklanganmi? Pensioner yashash joyini o'zgartirdimi? Tizimda texnik xatolik bo'ldimi? Bularning hammasi real hayotda uchraydigan holatlar. Yana bir maslahat. Qariyalarning hujjatlarini oilada bitta mas'ul odam nazorat qilsin. Pasport muddati, bank kartasi muddati, nogironlik hujjati muddati, tibbiy ko'rik sanasi, pensiya tushadigan karta, telefon raqami, mahalla bilan aloqa. Bularning hammasi tartibli bo'lsa, qo'shimcha to'lovlarni olish ham osonlashadi. Demak, qariyalarga kirchi 20 ming so'mdan 550 ming so'mgacha qo'shimcha qo'shilishi deganda. Buni hamma pensionerga bir xil beriladigan pul deb tushunmaslik kerak. Bu ko'proq aloda toifadagi, ya'ni parvarishga muhtoj, nogironligi bor, yolg'iz yoki qonunda belgilangan boshqa imtiyozli holatdagi keksalarga tegishli bo'lishi mumkin. Oddiy pensioner esa faqat umumiy pensiya oshirilsa, o'sha tartibda oshirilgan pulni oladi. Eng to'g'ri yo'l. Qariyaning holatini aniqlang. Hujjatlarni tekshiring. Mahalla, shifokor va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Javobni yozma oling. Agar haqingiz bo'lsa, talab qiling. Agar hujjatda kamchilik bo'lsa, uni tuzating. Sizning oilangizda bunday qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishi mumkin bo'lgan qariyalar bormi? Pensiyaga qo'shimcha tushdimi yoki hali tushmadimi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va qonuniy huquqlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.